Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ekta qil. Mana bugungi manzilimiz 5-3 dahasida bir xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Kvartiramiz shundoqqina 4-etajda joylashgan. Arendaga keladigan bo'lsak, 5-3 metrni shundoqqina ro'parasi, maktab, bog'cha, magazin hammasi 2 daqiqalik yaqin atrofida joylashgan. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek yaxshi holatda prixoshkalarni ko'rib turibsiz. Keng, patologlari balandgina. Kirganimizda shundoqqina o'ng qo'limizda tualet vannasi joylashgan. Undan o'tganimizda shundoqqina oshxona qismimiz ham yaxshi, remontlari o'rtacha holatda. Bundan o'tganimizda asosiy xonamizga kirib olamiz. Mana azizlarim, asosiy xonamiz yaxshi, chiroyli, oppoqqina qilib remontlarini qilib qo'ygan. Bu xonamiz 5 ga 3 bo'lib joylashgan. Juda ham katta, bitta yosh oila kelib, mazza qilib yashab istiqomat qiladigan. Shundoqqina balkon qismimiz, balkonimiz 1,5 ga 6 ga joylashgan. Bu yoq ozgina balkonimiz ta'mirtalab, olgan odam o'zi xohlagandek chiroyli holatga keltirib remont qilib olsa bo'ladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek yaxshi holatda bitta oila kelib, mazza qilib yashaydi. Bu uyni tog'amiz 18.500 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar va 5-3 dahasdan bir xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Bundan keyingi video sizning sotilayotgan uyingiz bo'lishi mumkin. Tez va oson sotmoqchi bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqing. Paka.